Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan rus tilida kerak qo'shimchasini o'rganamiz. Ya'ni biror ishni qilishim kerak, menga biror narsa kerak deganda aytilishini to'liq o'rganamiz. So'zlar ketma-ketligi kelishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Agarda shu mavzu bilan sizda ham muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta videoni oxirigacha tomosha qiling. Demak, kerak qo'shimchasi bizda shunaqangi har xil turda bo'lishi mumkin ekan. Нужно, надо, необходимо. Bularni uchalasini ham vazifasi o'sha fe'ldan oldin kelib, yordamchi sifatida ishlaydi. Fe'ldan oldin keladi, ularga kerak qo'shimchasini qo'yadi. Endi bizda birinchi bo'lib ega turadi. Egamiz dательный падежda bo'lishi kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Hozir buni ko'rib chiqamiz. Keyin egadan keyin нужно yoki надо yoki необходимо'ni qo'yamiz va undan keyin fe'l keladi. Fe'lni bu yoqida yana дополнение, qo'shimcha nimadirlar bo'lishi mumkin. Endi misol uchun hozir shu struktura bo'yicha gap tuzadigan bo'lsak, aytishimiz mumkin. Например, я degani bu ega. Нужно, например, пойти в магазин. Demak, ya bu ega bo'ldi, lekin egani men hali o'zgartirmadim. Tak, нужно degani oldik, shularning ichidan нужнani nadani qo'ysak ham bo'ladi. Endi fe'l kelyapti. Mana fe'limiz пойти fe'li, bormoq fe'li tuslanmasdan o'zini shaklida kelyapti. Qaranglar, paydu bo'lmayapti, pashla bo'lmayapti, faqatgina o'zini moq qo'shimchasi ko'rinishda kelyapti. Endi bu yog'i дополнение, падеж bo'ladi bu yoqda. Biz hozir mana shu joyni o'rganyapmiz sizlar bilan. Endi yani agarda men tuslaydigan bo'lsam, bu yerda menga deb aytishim kerak. Дательный падежda ga qo'shimchasida bo'ladi. Shuning uchun мне deb aytishimiz kerak bu yerda. Asosiy joyi ham shu yerda. Ya'ni нужно yoki надо yoki необходимоdan oldin kelayotgan egani biz shunaqangi ga qo'shimchasi tuslashimiz kerak bo'ladi. Qaranglar, bu yerda hozir yani tusladik. Agarda ertaga akam do'konga borish kerak deb aytadigan bo'lsam, ya'ni bu yerda ya emas, brat bo'ladigan bo'lsa, brat. Endi akamga deb aytishim kerak-da shu yerda. Bratу bo'ladi. Bratу нужно пойти в магазин. Demak, shunaqangi tartibda egani дательный падежga birinchi bo'lib o'zgartiramiz, keyin kerak qo'shimchasidan birortasini qo'yamiz va fe'lni o'zgartirmasdan qo'yamiz. Keyingisi, ikkinchi turdagisi bu должен, должна, должно и должны. Должен bu мужской rodga, должна женский rodga, должно средний bu ko'plikdagi otlarga nisbatan, ya'ni множественное числоda keladi. Endi egani bu yerda o'zgartirmaymiz. Именительный падеж deb qo'yganman. Ya'ni tepadagidan farqi shundaki, bu yerda ega o'zgarmaydi. Misol uchun yaga moslab aytadigan bo'lsam, demak, женский rodda bo'lganim uchun я должна deb aytaman. Я должна, например, endi fe'l keladi. Я должна купить, например, yangi telefon deydigan bo'lsam, новый telefon. Я должна купить новый telefon. E'tibor beramiz, ega kelyapti tuslanmasdan, должнani egaga moslab tuslayapmiz. Mana bu holatimizda egani o'zi o'zgarayotganida, bu yerda esa mana shu kerak qo'shimchasi egani rodiga qarab o'zgaryapti. Ya'ni shunisi bilan farq qiladi. Va yana долженni darajasi нужно, надо, необходимоga nisbatan kerak ma'nosida kelganda yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni bu yerda majburiyat, bu aniq bosh narsani qilishing kerak deganda aytishimiz mumkin. Нужно, надо, необходимо deganda shunchaki bir narsani qilishim kerak, borishim kerak deganda aytishimiz mumkin. Bunda majburiyat должен deganda keladi. Endi bu yerda agarda o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, misol uchun qanday aytamiz? Он va bu yerda должен o'chirib tashlaymiz. Он должен bo'ladi. Он должен купить новый telefon. Va bitta plyus tarafi ikkalasini ham. Bu fe'lni o'zgarmasligi. Ya'ni siz mana shunaqangi kerak qo'shimchasini ishlatganda hech qachon fe'lni o'zgartirmasdan, zamonga qaramasdan shunchaki o'zini ishlatsangiz bo'ladi. Endi oxirgisi bizda shunaqa kerak qo'shimchasi bor.
tepadagilarda faqat ish harakatiga nisbatan aytgan bo'lsak, misol uchun bir joyga borishim kerak, nimadir sotib olishim kerak, kimgadir qo'ng'iroq qilishim kerak bo'lsa, bu yerda menga nimadir kerak deganda narsaga nisbatan aytganda ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda ot keladi. Misol uchun aytamiz, bu yerda ham ega o'zgaradi. O'g'il bola bo'lsa 10 deymiz. Agarda buni tuslab aytadigan bo'lsak, unga deb aytsak, yemu bo'ladi. Yemu. Так, endi kerak qo'shimchasini qo'yamiz. Например, yangi kitob kerak deydigan bo'lsak, новая книга mana. Новая kniga. Biza nimani rodiga qaraymiz? Knigani rodiga qaraymiz. Nima kerak bo'lsa, o'sha narsani rodiga qaraymiz. Kniga bizda женский rodda. Shuning uchun ham bularda ichidan женский rodga mosni olamiz. Bu мужской rod, bu женский rod, bu средний, bu множественное число, ya'ni otni ko'pligi. Shunda bizaga mana shu нужна mos keladi. On endi o'zgartiradigan bo'lsak, ему. Так, ему нужна новая kniga bo'ladi. Ya'ni unga kerak yangi kitob. Shunaqa tartibda o'zgartiramiz. Rodiga qarab aytamiz, ya'ni nimadir kerak bo'lsa bizaga shu narsani rodiga qarab aytamiz. Keyingisi kelinglar birgalikda biz tarjima qilib ko'ramiz. Va to'g'ri hozir o'rgangan qoidalarimiz bo'yicha to'g'ri joy-joyiga qo'yishni o'rganamiz. Men yangi ish topishim kerak. Birinchi aniqlab olamiz. Bu yerda fe'l kelyaptimi? Kerak qo'shimchasidan keyin yoki ot kelyaptimi? Yangi ish topish, ya'ni topish kerak ishni. Topmoq fe'li найти bo'ladi. Demak, bizda fe'l kelyapti. Endi egani o'zgartiraman. Мне нужно yoki bu yerda nadani qo'ysak ham bo'ladi, yoki необходимо'ni qo'ysak ham bo'ladi. Uchalasidan birortasini. Endi buradan keyin bizda keladi fe'l. Найти bu yog'i падеж bo'ladi. Новую работу. E'tibor beringlar, qaysi падежimiz? Bu винительный падежda kelyapti. Endi должна bilan aytadigan bo'lsak, я должна найти, bu yerda ham shu новую работу bo'ladi. Sen bu yil o'qishga kirishing kerak. Demak, aniqlab olamiz. Nima qilish kerak? O'qishga kirish kerak. O'qishga kirish kerak. Demak, bu yerda o'qishga kirmoq fe'lini ishlatamiz. Поступить bo'ladi. Поступить. Demak, bu ham fe'l kelyapti. Kerak qo'shimchasidan keyin shunda biz aytamiz. Так. Sen deganni senga deb o'zgartiramiz. Тебе необходимо, например, birortasini tanlab qo'ysak bo'ladi. Необходимо в этом году bu yili поступить в университет. Endi должен bilan aytib ko'ring. Должен bilan aytib ko'ramiz. Pauzaga bosib turib videoni должен bilan aytib ko'ring. Men talaffuzda aytib o'taman. Ya'ni o'zim og'zaki aytib o'taman. Bu yerda agar должен qo'yadigan bo'lsak, ты должен, agar o'g'il bolaga aytayotgan bo'lsak, qiz bolaga bo'lsa ты должна в этом году поступить в университет bo'ladi. Keyingisi, unga yangi telefon kerak. Demak, bu yerda nima kerakligiga qaraymiz. Yangi telefon kerak ekan. Telefon bizda мужской rodda bo'lgani uchun bu yerda o'g'il bola bo'lsa ему deymiz, qiz bola bo'lsa ей deb aytamiz. Вот. Ей keyin нужен telefon bo'lgani uchun мужской rodda новый telefon. Keyingisi, biz ertaga o'qishga borishimiz kerak. Aniqlab olamiz, o'qishga borishimiz kerak ekan. Demak, o'qishga bormoq, пойти. Так, например, в университет deyishimiz mumkin. На учебу. Учебу. Demak, пойти fe'li kelyapti, fe'l kelyapti. Biz degani мы edi, lekin bizga deb aytadigan bo'lsak, biz нам deb aytamiz. Нам нужно, ertaga bo'lsa завтра, пойти на учебу. Endi долженga nisbatan aytib ko'ramiz. Мы
должны ko'plikda bo'lgani uchun, завтра пойти на учебу. Va oxirgisi, menga shu kitob kerak. Kitob bizda женский rodda, ya'ni kniga bo'lgani uchun biz shunga moslab aytamiz. Menga beradigan bo'lsa, мне нужна эта kniga. Shu kitob. Shunaqangi tartibda o'zgartiramiz. O'ylaymanki, bugungi darsligimiz sizlarga foydali bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr.